Leksimizi devamlaştırıyoruz hürmetli vatandaşım. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mudofaa Ministrligi Çavuşanning yadro qurolları iskilatini bitchit qilishning birdan-bir yo'li quruqlikdan hujum qilish deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 11 ayning 5-kuni Amerika ovozidan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlanadi. Washington 5 burcaklik binamında ko'rsatdi. Amerika Çavuşanning yadro qurolları iskilatini bilmoqchi bo'lsa, uni tarmar qilishdan birdan-bir yo'li quruqlikdan hujum qilishdir. 5 burcaklik bino Davlat Majlisining a'zolari yozgan bir parcha xatida yuqoridek tilga oldi va yuqoridek hukm qildi. Davlat Majlisi a'zolari Çavuşan bilan har qanday to'qinish yuz berganda orqa saf va odam kuchidan xabardor bo'lishi lozim edi. Amerika Birlashmiş Shtat general mayori Michael Domont Davlat Majlisi a'zolariga bir qatimliq maxfiy ahvoldan dokolat berganda Amerika va ittifoqdoshlarining Çavuşanga qanday qarshi turishining yaxshi nuqtasi, jumladan yadro qurollariga taqobil turish iqtidorini hamda yer ostiga cho'nqur ko'milgan yadro qurollari aslida qanday taqobil turishni tafsiliy muhokama qilganda yuqoridagi gapni qildi. Amerika armiyasi Osiyo Tinch okean rayoniga tunji turkum F-35 belgili kurashchi aeroplanlarni o'rinlashtirdi. Bu bir boshqa mavzucimi? Bu aeroplanlar Yaponiyaga uchib keldi. Mavzuli xabar 11-ayning 4-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qildi. Xabar bunday boshlandi. Washington Amerika Tinch okean qo'mondonlik tunji qatam Osiyo Tinch okean rayoniga eng ilg'or 5-avlod F-35A harbiy aeroplanlarni o'rinlashtirdi. 12 dona F-35A kurashchi aeroplan va 300 nafar uchquchi orqa saf xodimlari Yaponiya Okinawa harbiy bazasiga yetib keldi. 2 dona, ya'ni F-35A belgilik kurashchi aeroplan Okinawaga yetib kelganda Yaponiya qo'g'dirish nazoratining naziri Shawi Ji mundaq dedi. Eng ilg'or 5-avlod kurashchi aeroplan Osiyo Tinch okean rayonini o'rinlashtirish, rayonning bexatarligini qo'g'lash, Çavuşan tahdidiga taqobil turishni o'z ichiga olgan, harbiy tahdidlarga taqobil turishga kuch chiqarishni ko'rsatib berdi. Ba'zi kuzatuvchilar bunday ko'rsatdi. Amerika armiyasining mashundaq bir paytda bir ayinga F-35A belgilik kurashchi aeroplanni o'rinlashtirishi birinchidan Prezident Trumpning Osiyo ziyoratiga hamroh bo'lish. İkinciden burayındaki ittifaqdoshlarga va burayni xiris qilguvchilarga signal berishdir. Amerika havo armiyasi 2016-yil 8-oyda 1-turkumda urush qilishga layoqatli 5-avlod F-35 aeroplanining sap tuzib bo'lganligini jakarlagan edi. Şu çağda hava armiya komandani 2017-yilning oxiridan boshlab 35 oxiridan burun kechiringlar F-35 belgilik kurashchi aeroplanni va tuzilgan sapni Osiyo Tinch okean rayoni va dunyo urush maydoni va Yevropa urush maydoniga avatib, u yerda bexatarlik xiris qilg'uchilar taqobil turimiz deb ko'rsatgan. Mishada Xitoychada o'jo'jan changdabdi. Bu Yevropa urush maydoni nima deganligini tushunmadim, men shunday tarjima qilib qo'ydim, kechirvatim. Hozir Yevropada urush yo'q, nima urush? Hozir bu aeroplanni ham olsak ham Yevropaga avatdi. Tarjiman balki shunday xato qilgan bo'lishi mumkin. Amerika dengiz armiyasi quruqlik jang qilg'uchi bir turkum F-35 belgilik aeroplan saplangan qismlar bu yilning 5 yili Yaponiyaga berib vazifa o'tashga tayyorlangan edi. Amerika Tinch okeani skadronining admirali Harry Harris bunday ko'rsatgan.
Amerika armiyasının en ilgar kurallarını Asya Tinç Okyanı rayını orullaştırışını tirişip kolga keltirimiz. Her bir taraf emeldarları mındaq görsət. 5-ci avlad F-35 belgili küreşçi ayrıpılan təndaşsız dərəcəli küreşçan ayrıpılan. Onun uruş qilish iqtidarı hazırlıq küreşçi ayrıpılanlarını arqaga taşlap qoydu. Amerika Devlet Müdafiəsinin hərbi kural yaraqlığını yasaşdı. Öddige alğan şirket Rockefeller Martin şirketdir. Hesap çıqqan. F-35'nin belgili küreşçi ayrıpılanının her bir danısının bahası 100 milyon dolar. Amerika Hava Armiyası bu şirket 1800 tane F-35 belgilik küreşçi ayrıpılan işlep çıkarışını öddige be. Bu ayrıpılan 5 bürceklik binanın en kımmet kuralı. Demiş ki bu haber şunda tayyarladık bunu F-35 degendi yakından bir bu F-35 meselesi de Xitay selten taraf kalgan dektördü vatandaştı. Bu harbi işlağa ait işken. Endi bu ayrıpılanın delmişinde küllerde. Mesela Prezident Trump Asya'ya ziyaret çıkan küllerde. Çavuşan meselesi ciddileşken küllerde. Aprep buna Asya Tinç Okyanı aynı. Mesela Japonya'nın Okinawa harbi bazı uğurlaştırışının yüzü belki bir yerdeki stratejik tamponduk ve stratejik hava keyfiyatını özgertiş. Ya ki Çavuşan'a bir tehdit ya ki Tinç yoluyla hal kılışla. Çavuşan'a bir tehdit peyda kılış için bolsa gerek. Ben şunu bunu harbi işlerine münasebet çıkaldı. Silahgillik siyah kılıp sözledim vatandaş.